Turniga olsang aka, endi do'stlar zalga borib palon pul sarflash kerak yo'q. Zalda endi uyingizga qurib olsangiz bo'ladi. 6 oylik zalda pulga. Eng qizig'i bu universal bo'ladi. Ham preska ishlasangiz bo'laveradi, ham bruska ishlasangiz ham bo'laveradi. Tayde narsasi bor, bu ya'ni grudga ishlaysiz, maza qilasiz. Undan tashqari mushoylargacha bo'ladi. Mushoylarni ursangiz ham bo'laveradi. Bag'da ya'ni jimga ishlasangiz ham bo'ladi. Undan tashqari do'stlar qanotga ishlasangiz bo'ladi. Tevadan pastdan tevaga ham ishlasangiz ham bo'laveradi. Mana bu yerda ya'ni basketbolning to'pi bo'ladi. Basketbolning to'pni olib turib, bitta tashlasangiz ham bemalol ishlaydigandan bo'ladi. Ayni sinmaydigandan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak 1.600.000 so'mdan boshlab turib 10 million so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari tennis stollarimiz bo'ladi. Narxi 990.000 so'mdan boshlab 1.5 million so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari gantellarimiz bo'ladi. 1 kilosining narxi do'stlar 15.000 so'mdan boshlab uyog'iga ketaveradi. Undan tashqari do'stlar mushoylarimiz bor. Narxiga keladigan bo'lsak 40.000 so'mdan boshlab turib 1.400.000 so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari yuguradigan begovoy daroshkalarimiz bo'ladi. Bu ya'ni sveka, tokka ishlamaydigan bo'ladi. Bemalol uyga olib olsalar ham bo'ladi. Qolagan joylarni ko'chirsalar ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak 4.5 million so'm bo'ladi. Undan tashqari do'stlar mana bu yerda presslaydiganimiz bo'ladi. Bittali onaxon otaxonlarga bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsak 1.200.000 so'm, bunisi bo'lsa 1.400.000 so'm. Undan tashqari grije yo'qotadiganimiz bor. Narxi 1.5 million so'm bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki faqatgina kelishilgan holatda biz turgan joy Farg'ona viloyati Quvadagi Shahdam Sport, ya'ni birinchi qo'l ishlab chiqarish joyida turibmiz do'stlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, Optimga, Donaga eng arzon narxlarda qilib berishar ekan. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastga qoldirdik.